deganlarini eshitganman, deydi u kishining nevaralari Muhabbatxon. Bobom bizga nasihat bergan paytlarda farzandlarim yodingizda tuting derdilar. Birovni haqqiga xiyonat qilmang. Birovni yuragiga ozor bermang. Agar birov bilan birov urushib qolgan paytda ikkalasi bir-birini kechirmasa, Alloh ularni kechirmas ekan. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling. Yomonlik qilgan bo'lsa ham yaxshilik qiling der edilar. Bobom bilan bog'liq bir voqeani sizlarga so'ylab bersam. Hovlimizda maraka qilish arafasida edik. Tayyorlayotgan taomimiz 10-15 kishiga yetarli edi. Kutilmaganda to'satdan mehmonlar kelib qoldi. Shunda shosha-pisha bobomga borib, "Bobojon, taomimiz 10-15 kishiga yetadi. Nima qilamiz?" deganimizda bobom qazon boshida keldilar-da, taom haqqiga duo qildilar. Duo qilganlardan so'ng taomimiz kelgan mehmonlarimizga yetarli darajada bo'ldi. Men bildimki, taom haqida qilgan duolari, u kishining karomatlari shunda ekanligini his qildim. U kishining uylariga kelib ketadigan odamlar faqat duo qiling deb aytishlar bejiz emas ekan. U kishining mana shu xislatlari duolarda ekanligini o'sha paytda anglab yetgan edim. Biz shunaqa kishilar farzandi ekanligimizdan faxrlanaman. 1991-yillarda Kogon tumanida joylashgan Xo'ja Kabul Axbor Vali ziyoratgohi juda ham xaroba ahvolda edi. Tesha bobo dushanbelik muridlari Amirqul Sharipov bilan birga shu ziyoratgohni ta'mirlashga kirishdilar. Mustaqilligimizga